Assalomu alaykum, hurmatli treyderlar. Bugun sizlarga tushunmovchilik bo'layotgan, ya'ni botimiz bu mavzuni yoritib tushuntirib bermoqchiman. Ya'ni bot haqida ozroq tushunmovchilik bo'lyapti. Bizning botimiz signal beradigan bot. Signal bot. Xo'p, signal botga kirib, signal botga start bosganingiz bilan sirasi ishlamaydi signal bot. Shu sababli sizlarga maslahatim yoki menga murojaat qilingizlar, mana texnический поддержкаning ikkita set yoki yana bitta maslahat sizlar yozishlaringiz mumkin. Mana bunga, ya'ni orqali sizlar VIP ga qo'shilishlaringiz mumkin. Ya'ni bizning guruhimizga qo'shilasiz va sizga bot ham avtomatik guruh silkasini, bot silkasini tashlab beradi. Именно mana shu botimiz sizlarga o'sha silkani tashlab beradi. Botimiz Forex signal bot, bemalol mana shu botga, ya'ni signalli bot. Xuddi mana shunaqa Forex signalli bot, xuddi mana shunga yozasizlar. Albatta buni silkasini ham opsiyaga tashlab qo'yaman yoki kommentariyaga. Xo'p, yozasizlar, mana shunga kirasizlar, ro'yxatdan o'tasizlar. Albatta ro'yxatdan o'tish kerak. Ro'yxatdan o'tishda ko'pchilik xohlamaydi yo boshqa bo'lmaydi. To'g'ri tushuningizlar, ro'yxatdan o'tish sizlardan, men именно sizlarga botni pulga tarqatmayapman. E'tibor berayotgan bo'lsalaringiz, botni pulga bermayapman, to'g'ri, tekinga beryapman. Sizlarga signal beradigan именно o'zimizning komandamiz, ya'ni komanda yig'ib komandaga signal beraman men. Har kuni signal beriladi. O'sha signalda sizlar plyusga chiqishlaringiz uchun men o'shani ham tekinga, ya'ni kanal guruhimizga qo'shilyapsizlar. Ko'p ma'lumot olasizlar bu yerdan. Kitoblar bor, tushuncha beriladi, qanday signal nimadan ochildi, qayerdan savdoga kiryapmiz, nima sababdan ochyapman bu savdoni, ya'ni hammasi tushuncha beriladi. O'shaning uchun sizlarga tekinga o'rgatayotganim uchun, o'sha narsa, ya'ni trading sohasini tekinga o'rgatayotganimiz uchun, botni ham tekinga sizga berayotganim uchun sizlardan men mana shu referal orqali sizlar plyusga kirsalaringiz, menga ham какой-то процент keladi. Tushundilaringizmi? O'shaning uchun sizlar o'ylamangizlar, men referaldan o'tsam pulim yutqizib qo'yaman, bunga palov pul tushadi, yo'q. Sizlar plyusga chiqsalaringiz menga pribel keladi. Shuning uchun men sizlarni taklif qilyapman-ku, men sizlarni shuning uchun plyusga chiqishlaringiz uchun yordam qilaman. Shunchalik qat'iy yordam qilaman, shtop sizlar ham plyusga chiqingizlar, menga ham plyus bo'lsin. Men sizlarga misol uchun kurs bo'ladi, sizlar davay kiringizlar, qanchadir pul to'laysizlar, 1 million yoki 500 ming yoki 2 million yoki $500 to'layingizlar demayman. Bu shunchaki shunaqa narsa, shu sizlardan olmayman, kompaniyadan olyapman o'sha prosent. Tushundilaringizmi? Xullas, to'g'ri tushunasizlar. Gazini bosamiz do'stlar. Prosta ro'yxatdan o'tamiz. Mana bu yerdan ID'ni yuborishga bosamizda, ID'ni yuboramiz mana bu yerga. Bo'ldi, ID'ni yuborsangiz, ID'ni yuborib, mana ID'ni yuborasiz, bo'ldi, tamom. ID'ni yuborganingizdan keyin siz ya'ni registratsiyadan o'tganingiz обязательно nima bo'lgan bo'lsa, hisobingizni to'ldirishingiz kerak. Обязательно hisobni to'ldirib, ID'ni keyin yuboring. Hisob to'ldirib ID yuborganingizdan keyin siz avtomatik sizga bot silka tashlab beradi. Guruh, ya'ni VIP guruhimizning silkasini Telegram botimiz silkasini tashlab beradi. Ya'ni avtomatik siz qo'shilib ketasiz. Bu yerda hozir start bemalol bosavering, sizga javob bermaydi bu bot. Bemalol kiringizlar, mana men tushuntirib ham beryapman. Mana aka, iTrader bot. Kiringizlar, start bosingizlar, sizga javob bermaydi. Sababi обязательно registratsiyadan o'tishingiz kerak. Registratsiyadan o'tmasangiz foydasi yo'q. Xo'p, signal botimiz ishlashiga keladigan bo'lsak, signal botimiz xudoga shukr normal ishlab beryapti. Mana 15 sekundlik, 5 sekundlik, 3 sekund, 15 sekundlik, 3 sekundlik time frame bor. Out chifiga qo'yishimiz kerak. Mana out chifi
Xo'p, bu yerdan 3 sekundlikka 50 dollardan savdoga kiraman. Ketdik mana. Minus. Ko'rdingiz, dagon. O'shandan keyin dagon qilamiz mana. E'tibor beringizlar, короче, men hech qanaqa videoni montaj qilmayman, shunchaki videoni YouTube'ga qo'yaman. Ko'rasizlar. Shtop, botim men har bir signalda cho'tka ishlab beradi deb maqtanib nima qilmayman. To'g'ri, ishlab beradi bot. Minus, xullas sizni minusga tiqmaydi, to'g'ri, lekin plyus, normalni plyus ham beradi. Minusga tiqmaydi, xullas kalom. Ishlab beryapti, mana ko'rib turibsizlar, signal mana. Bitta minus dagon bilan oldik, ikkinchisi plyus, uchinchisi plyus. Ko'rib turibsizlar. Любой parani ko'rsatib beraman, xohlasangiz. Mana aytgin keling. 3 sekundlik. Xo'p, 15 sekundlikda ham hozir ko'rsataman. Aytgin. Mana. Xo'p. Sell. Kechikdik. Xo'p, dagon. Yolg'on gapirmayman, videoda hech qanday montaj bo'lmaydi. Shunchaki videoni YouTube'ga joylayman, ko'rasizlar. Xullas, o'zbekmiz, o'zbek podishka qilishimiz kerak. Sizlardan faqat shu yordam. Like bosasizlar, podelitsiya qilasizlar. Mendan faqat bitta yordam, shu mana shu botni guruhga kirasizlar, tradingni sizlarga o'rgatishga harakat qilib, tushuntirib, hamma savdoni tushuntirib, ya'ni nimalarni ozroq tushuncha berib harakat qilaman sizlarga mana. Xo'p, xullas, normalni ko'rib turibsizlar, hammasi ishlab beryapti. Meni fikrimcha, bundan boshqa sizlarga yana nima kerak, bilmadim. Autosida 15 sekundlik time frame. Keling, autosida. Tak, autosida. 79% ekan. Xo'p, 15 sekundlik time frame. Yo'q, time frame to'g'rilab olaylik. Xo'p. Xo'p, 15 sekund yuqoriga. Sal kechikdikmi, sal erta kirdikmi, bilmadim. Xo'p, kutaylik. Dagon. Bo'y. Dagon. Yana bo'y. Kutamiz mana aka. Oxirgi summamgacha savdoga kirdim. 4 3 2 1 0. 400 dollarga savdoga kirdim. Hop, 753 dollar. Dальше kuzatamiz, mana e'tibor beringizlar. E'tibor beringizlar. Keyingi signal, ya'ni selga. Hop, dagon qilaman. Yo'q, bu yerda hech qanaqa yashirincha nima bo'lmaydi. To'g'ri, ko'rib qo'yingizlar. Hop. 5 4 3 2 1
Yo'q. $778. $100 bilan savdoga kiraman keyingidan. Xo'p, bo'yga. Yo'q, qaytarib berdi. Xo'p, yana bo'yga. Xo'p, kutamiz. 3-2-1-0. $853. Xo'p, $250 bilan savdoga kiraman. Sel. Sal kechikdik, sal ertaroq kirishimiz kerak edi, hech qisi yo'q. Kuzatamiz do'stlar, qarangizlar, e'tibor beringizlar. Prosta vaqt ham ko'p ketib qolyapti. 11 minut bo'lyapti video. Ko'p cho'zilib ketmasin deyapman videoni. Xo'p, $1000 chiqarib qo'ydik, ko'rib turibsizlar hisobda. Do'stlar, nima demoqchiman? Bot normal ishlab beradi. Prosta sizlar to'g'ri ishlata bilishingizda. Xo'p, registratsiyadan o'tingizlar, botni olingizlar. Prosta botni misol uchun $500 berib botni oling desam, sizlarga $500 hisob kelmaydi, to'g'rimi? Shu to'g'ri kelmaydi. Xullas kalom, gazini bosish kerak.